Assalamu alaykum aziz obunachilarimiz. Bugün 2026 yıl 7 aprelda sizlarga Egelerdan 2020 Texpasport 2021 kuzov Tracker avtomobilimiz geldi. Premier lüks akadeskiyalar ham dım yamanından koyulup tuttu. Görüp turganlaringizni Mazda holatida kraskasi 100% toza bir qator tanıştırıp o'tib ketamiz. Görasiz mashinani. Mashinamizda chizilgan, kırılgan joylari yo'q. 4 tane yumshoq bolali ustanobga qilingan mashinamizda. Aybi kamchiliklari yo'q umuman. Benzinni solib aytib mashinamiz benzinde metal ustanobga qilinmagan. Basib o'tgan masofasini keladigan bo'lsak 80 bin kilometr yurt tuttu mashinamiz. İçi salonunu bir qator tanıştırıp o'tib ketamiz. İçi salonlar ham Mazda holatida turibdi. Demak, ko'rib turganlaringizni 7 depolik monitor chexollari o'zinikina, lüklerini ko'rib turibsizlar, panorama lükler ham akkuratniy holatida turibdi mashinamiz. Mashinani aytib o'tadigan bo'lsak 2020-yil Texpasport 20 kuzov 21. Mashinamizni bosib o'tgan masofasi 80 bin kilometr yurt tuttu. Bahasına keladigan bo'lsak 155 milyon so'm aytamiz. Gelsangizlar ustunda kelishib beramiz. Mashin Qushnitovda turadi. 24 soat xizmatdamiz. Shu yerda videomiz yoqqan bo'lsa bir like'larni bosib, srochni shuningdek Tracker izlab yurgan tutasam zata sabar. Salomat olasizlar.